kelsa yaxshi bo'lardi bu. Oson aytaman. Yo'q, hozir oson. Bundan oddiy svetofor dasturlardan qiymat yozmasam, degan yani. Gullan tumani 32-maktab 8-sinf o'quvchisi Davlatboyev Bekzat. Men bu mashinani yaratdim. Bu Arduino Uno mashinaning miyasi hisoblanadi. Bu miyasi bu yoqdagi motor boshqaruvchiga signal yuboradi. Bu motorni boshqaradigan vech. Tagidagi esa L249 motori. Bundan chiqqan sim mana bu joyga ulanadi. Keyin esa bu oldindan chiqadigan xavfni ko'ra oladigan asbob. Ozgina yurgandan so'ng oldindagi xavfni bilib to'xtab boshqa yoqqa qayrilib ketadi. Bu mashinani kelajakda ixtiro qilishimiz ham mumkin. Buni zavod fabrikalarda ishlatishimiz ham mumkin. Kelajakda buni kattaroq qilib ham yasashimiz ham mumkin.